Nima uchun Ramazon oyiga tayyorlanish kerak? Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib, aynan Ramazon oyida oshqozon ichak kasalliklari, o'tqoq jigar dimlanishi, yuqori qon bosimi, qon quyilishi, umumiy holsizliklarni kuzatib kelaman. Bu holatlarni oldini olish maqsadida Mastona medklinikasi tomonidan Ramazonga tayyorgarlik nomli kursini yo'lga qo'ydik. 7 kunlik kursimizga kiritilgan muolajalar bular: organizmni kompleks diagnostika qilish, kumush va tilla kapelnitsasi, yo'g'on ichakni yuvish, o'tqoq yo'llarini yuvish, kedr fitobochkasi, qo'l massaji, vakuum massaj, apparat massaj, umumiy hijama hamda chertib hijama, 100% tabiiy bo'lgan 12 xil giyoh hamda 7 kunlik kursimizga barcha dori-darmonlar kiritilgan. Ramazonga tayyorgarlik kursimiz 3-fevraldan 13-fevralgacha davom etadi. Kursimiz bahosi 5 200 000 so'm. Joylar chegaralangan, ulgurib qoling.